Hammaga salom, sizlar bilan Xero. Bu To'siqli olam videosining ikkinchi qismi. Siz haligacha birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, albatta o'tib ko'ring. Birinchi qism xuddi shu yerda. Xo'sh, videoni oxirigacha ko'ring va video yoqsa like bosing. Va yana bir gap, iltimos kanalga obuna bo'ling. 1000 tagacha ozgina qoldik. Mana shu bittagina tugmani bosasiz va muammo hal. Unda ko'p cho'zib o'tirmay boshladik. O'tgan video oxirida biz xuddi shu topshiriqgacha kelib qolgandik. Bu topshiriqda biz Nezerdagi oddiygina qizil blokni qazishimiz kerak. Undan oldin tomorqamga qarab qo'ydim. Kelinglar, bu sigirlarni ham ko'paytiramiz. Ajoyib. Wow, buni kichkinaligini qarang. Sigirlar turishi uchun yaxshiroq joy qurish maqsadida daraxt chopdim. Chopgan daraxtlarimizdan to'siqlar yasaymiz va o'rnatamiz. So'nggisini ham qo'yamiz. Ajoyib. Va biz tugatdik. Endi kichkintoy bu yerdan chiqa olmaydi. Kichkintoyni ham o't yordamida yonimga chaqirib u yerga qamadim. Men haligacha daraxt ekishni to'xtatmadim. Mana aylanib yuraverib tun ham bo'ldi. Endi ertalabgacha konda ishlamoqchiman. Bu temirlarni olmoqchi edim, ammo narigi tarafda ekan. Bu yerlarni ham aylanib yurib qarasam, bu yerda kichik kon bor ekan. Bu konning ichkarisiga qarab ketayotganimda u yerda olmosni ko'rdim. Ammo olmos bittagina ekan. O'tgan videoda shunaqa qilib tushaman deb jonim ketgandi. Bu safar o'xshadi. Bu yerda obsidian ko'rdim va uni oldim. Va ametist sharni ham ko'zdan kechirish uchun kelganimda pastda yana olmoslarni ko'rdim. Bugun mening anchagina omadim kelyapti. Tezda pastga tushib ularni ham qazib oldim. Shu yerning o'zidan naq 6 ta olmos chiqdi. Keyin esa tepaga chiqdim va qazigan olmoslarni sandiqqa solib qo'ydim. Endi esa topshiriqni bajarish maqsadida sandiqdagi obsidianlarni oldim va xuddi shu joyga portalni qurdim. Portalni kichikroq qilib quribman. Hech qisi yo'q. Uni to'g'irladim. Portalni chiroyliroq qilib qo'ydim, ungacha kech bo'ldi. Uyimning oldiga mash'ala qo'ygandan keyin uyimga ham dekorativni bloklardan qo'yish fikri keldi. Shu sababli tezda zina yasadim-da, uyimning tepasiga qo'ya boshladim. Pastiga ham shu blokdan qo'ydim. Menimcha endi ancha yaxshiroq. Shunda ham nima yetishmayotganini tushundim va qaychi yasadim. Bu o'tlarni esa xuddi shu joyga qo'yamiz. Mana endi haqiqiy uy bo'ldi. Keyin o'tayotib suvga ko'zim tushdi. Keyin qarasam suvning tagida qum bor ekan. Tezda lopatkani olib kelib, qumni u yerdan yig'ishtirib oldim. Sababi biz qumdan oyna olsak bo'ladi. Tayyor bo'lgan shisha bloklardan esa oynalar yasaymiz va ularni qo'yib chiqamiz. Va men tugatdim. Mana endi rostdan ham uyimiz bitdi. Endi esa portalni yoqish uchun lava olib kelish kerak. Bu yerdagi lavani oldim-da, portalning oldiga qo'ydim. Yonishi uchun bu yerga taxtani qo'yamiz-da, kutamiz. Portal yonguncha pastdan kutubxonadan olgan iplardan junlar yasab, tunlarni tezda o'tkazib yuborish uchun yotoq yasadim. Atrofni aylanib yurganimda esa men shag'al topdim. Keyin tezda uni olib, o'zimdagi bitta temir bilan yondirgalka yasadim. Keyin esa portalni yoqdim. Endi Nezerga borsak ham bo'ladi. Narsalarimni ancha tartibga keltirib oldim-da, Nezerga ketdim. Bu yerda birinchi navbatda qiladigan ishimiz topshiriqni bajarish. Xo'sh, men uyga ham borib keldim. Inventarim ancha bo'shatib, ovqat ham oldim va bu topshiriqni ham bajardik. Portalni yo'qotib qo'ymaslik uchun koordinatalarni ham qo'shib ularni yozib oldim. Sababi biz hali bu yerda ko'p ishlarni qilamiz. Keyingi topshiriqni qarang. Gazning ko'z yoshiga ega bo'lish. Bu ovozlardan ma'lumki, yon atrofda gaz yuribdi. Men gazni kamon yordamida o'ldirmoqchiman. Shu sababli pastdagi kutubxonadan ip va ba'zi narsalarni olib keldim. Kamonni yasaymiz. Endi faqatgina o'qlarni yasash qoldi xolos. O'qning craftida chaqmoq tosh ham ishlatiladi. Uni olishga kirishdim. Xo'sh, menda 20 ta chaqmoq tosh bo'ldi. Bizga endi faqatgina tovuqning pati kerak edi. Ha, endi bu aniq muammo. Bizda esa hali umuman tovuq yo'q. Ha, mayli. Kelinglar boshqa ishlar bilan shug'ullanamiz. Ya'ni sehrlash stolini yasaymiz. Sehrlash stolini shu yerga qo'ydim va atrofiga javonlar yasab joylashtirdim. Endi esa men hozir sizlarga sehrlash xonamni ko'rsataman. Sehrlash stolini xuddi shu yerga joylashtirdim. O'zingiz bir baho bering. Bu yerdagi sandiqda esa sehrlashimiz uchun kerak bo'ladigan lazurit bor. Bu yerdagi ishlarni bo'lgan ekanmiz. Keling topshiriqni bajaraylik. Nezerga borib birinchi navbatda oltinlarni qazidim. Hozircha 60 bitta oltinning maydalangani. Ularni rudaga aylantirdim va oltindan oyoq kiyimlar yasadim. Bu oyoq kiyimlar Nezerda ancha asqotadi. Mana men Nezerga qaytib keldim va bu yerdan bitta gazni topdim. Keyin esa o'zimni bloklar bilan o'rab olib gazni yonimga kelishga majbur qildim. Shu tarzda unga zarba berdim. Ikkinchi zarbada u o'ldi va undan ko'z yoshi tushdi.
Qoyil, bu topshiriqni ham bajardik. Keyingi topshiriqda biz blazlardan tushadigan olovli tayoqchalarga ega bo'lishimiz kerak. Keyin esimga tushdi, atrofga yaxshilab qarasam, bu yerda to'siqlar yo'q ekan. Shunisi ham yaxshi deya qizil kala qidiruvni boshladi. Men uyga borib keldim, sababi menda ovqat zaxirasi kam qolgan edi va ko'rib turganingizdek, men olmos qilich ham yasab buni sehrlab oldim. Mayli, uni buni qo'ying, men qizil kalani topdim. Menda u tarafga asta-sekinlik bilan borish kerak. Xo'sh, men yetib keldim. Menda asta-sekinlik bilan ichkariga kiramiz. Xo'sh, men eson-omon qal'aning ichkarisiga kirdim. Endi bu yerdan blazlarni topib, tezda ulardan tayoqchalarni olish kerak. Endi yana 1 soat spawnerni qidiraman. Biroz izlanishlardan so'ng men spawnerni topdim. Men xavfsizlik uchun oldimga bloklarni qo'yayotganimga u yerga blaz keldi va men uni o'ldirib tayoqchani oldim va topshiriqni bajardim. Atrofimni bloklar bilan o'rab, blazlarni o'zim tarafga qarab chaqirdim. Shu tarzda ulardan ko'proq tayoqchalar ola boshladim. Shu tariqa men 6 ta tayoqcha to'pladim. Menda keyingi topshiriq viza skeletni boshini olish edi. Shu sababli uni qidira boshladim. Men bir nechta blazlardan qochib o'zimni bloklar bilan o'rab olgandim. Va shu payt tashqariga chiqib qarasam, bu yerda viza skelet bor ekan. Keyin uni chopib yubordim. Ammo uning boshi tushmadi. Keyin yana aylanib yurib ikkitasini topdim. Ammo ularning ham boshi tushmadi. So'ngra yana ikkitasini topdim. Afsuski, bulardan ham bosh tushmadi. Bu yaramaslarning boshidan tushish ehtimoli 2,5%. Hozir esa men uyga qaytib ketyapman, sababi menda oziq-ovqat tugadi va aslahalarim ham sinay deb qoldi. Yaxshiyamki koordinatalarni yozib olgandi. Portalni tezda topdim. Uyga kelsam tun ekan, shu sababli darrov uxlab yubordim. Ertalabdan turib birinchi navbatda ekinlarga qaradim. Men sizlarga tovuq uchun qurgan kichkina katakni ko'rsatishni unutibman. Kutib oling, bizning olamimizdagi eng zo'r lyuks xona. To'g'rimi, tovuq? Tovuq bilan tanishgan ekansiz, keling boshqa ishlar bilan shug'ullanaylik. Ya'ni biz bir nechta topshiriqlarni bajardik. Shunday ekan, biz oldin ko'rgan temirlar ham ochilgan bo'lishi kerak. Ha, xuddi o'ylaganimdek. Endi bularni tezda qazib olamiz. Ko'mirlarni ham oldim va yana ham pastga tushmoqchi edim, ammo menda mash'ala tugabdi. Shu sababli ortga qaytib mash'ala yasadim. Boyagi joyning tepasida yana temirlar bor ekan. Pastga tushib portal to'siqning ichidami deb qidirib yurganimda bir xonadan olmos topdim. Shu yaqin atrofdan lazurit ham topdim. Biroz qidirishlardan so'ng portalni topdim, ammo u to'siqning narigi tarafida ekan. Keyin esa men tashqariga chiqdim va mana men kondan qazigan narsalar. Qazigan barcha temirlarni eritishga qo'ydim. Keyin esa temirdan ishton, oltindan oyoq kiyim va temirdan bosh kiyim yasadim. Zaxiraga qalqonni ham esdan chiqarmadim. Keyin barcha pishgan sabzilarni oltin sabzilarga aylantirdim. So'ngra boya yasagan oyoq kiyimni sehrlamoqchi bo'ldim. Hozircha bizda mustahkamlik va himoya sehrlari bor edi. Mendagi oyoq kiyim oltindan bo'lganligi sababli men mustahkamlik sehrini o'rnatdim. Tashqarida bitta qo'y yurgan ekan, uni sigirlar yoniga qamadim. Keyin esa tezda uxlab yubordim. Endi aytsam ham bo'ladi, shuncha tayyorgarlik Nezirga borib topshiriqni bajarish uchun edi. Men yana mana shu qo'rqinchli qal'aga qaytib keldim va vizir skeletlarni qira boshladim. Men juda ham ko'p vaqt qizil kalada bo'ldim va u yerda juda ham ko'p vizir skeletlarni o'ldirdim. Ammo u la'natlarning boshi tushmadi. Hech vaqosiz, o'zimdagi bor narsalarni yo'qotgan holda ortga qaytdim. Hech qisi yo'q, biz bu topshiriqni hali albatta bajaramiz. Undan oldin kuchayib olishimiz kerak. Keyinchalik esimga tushdi, menda tuxumlar bor edi. Tovuqlarni ko'paytirdim va toshlardan shu yerga kichik platformacha qura boshladim. Bu yerlarga esa xuddi shunday darchalarni qo'yib chiqdim. Menimcha siz tushundingiz men nima qilmoqchiligimni. Ha, men bu yerga kichik bozor qurdim. Bu jiterlarning vazifasi menga xuddi shu joyda turgan holda narsalar sotish bo'ladi. Bularning orasida tayoqcha oladigani yo'q ekan. Shu sababli kamonchi stolni yasab, uni kamonchiga aylantirdim. Keyin esa temirdan bolta yasab daraxt chopishga ketdim. Men bu kartani oldin o'ynaganimda bu jetellarga o'zim kasb tanlamasam ular yo'qolib qolgandi. Shu sababli temirchi stolini ham yasab qo'ydim. Mana mendagi tayoqchalar. Endi bu tayoqchalarni shunchaki qishloqiga sotamiz. Bunday qilishimizdan maqsad bu qishloqlarni kuchaytirib, o'zimizga kerakli asahalarni mana shu qishloqlardan sotib olsak bo'ladi. To'g'ri, bu qishloqi bizga asahalar sotmaydi, ammo biz bundan zumratlar olib, temirchidan asahalarni olsak bo'ladi. Endi bu temirchini ham ancha kuchaytirishimiz kerak. Biz bunga ko'mir sotsak bo'lar ekan. Shu sababli tezda ko'mir qazidim va unga ko'mirni sotdim.
Keyin uni kuchaytirish maqsadida boltalarni sotib oldi. Bu ishim uchun hali afsuslanaman. Bu yaramas kamonchi tayoqchalarni olishni xohlamadi. Shu sababli undan kamon olib qo'yaverdi. Keyinroq kelib qarasam, o'rtada turganlarning bittasi kamonchiga aylanibdi. Videoning ikkinchi qismi xuddi shu yerda tugaydi. Video yoqqan bo'lsa va 3-qismini chiqishini xohlasangiz videoga like bosing va kanalga ham obuna bo'ling. 1000 tagacha ozgina qoldi. Obuna bo'ling.